naša krasavitsa. Ana o'zimiz ana Totoy turibdilar, Totoy. Bugun bir mo'yka qilsa mashinani xudo xolisa. Terma korobkalarimiz ko'ryaptimi? Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland qadrdonlarim. Bugun faqat dastavkada ishlaymiz. Endi xudo xolisa sumkachalarimiz tayyor. Fotokontrollardan o'tkazib berishganini kuni. Endi ishni bosamiz. Bugun qanaqa ishlayman, nima bo'ladi, nech pul bo'ladi, hammasini rolik oxirida ko'rsatib o'taman. Hozir bo'lsa zakazni kutamiz. Zajigayim. По-моему, нормально, bundan yaxshisi bo'lmaydi. Mana sizlarga nimani ko'rsatmoqchi edim. 11+ terma ko'rib o'tkazgandan keyin +3 berishdi yana. Endi 11 bilan ishlab yuraman. Почин взяли. Опа. Успел. Pochinni oldik. Tak. Внутренняя навигация авторода. Метров. Поверните направо, а затем поверните налево. Qani ketdik klient oldiga. Klient oldiga yaqinlashib qoldik. Voy, mobilniy sit. Voy, mana shu Sergelida antenna zo'rda, lekin bor, ayniqsa Beeline'da. Assalomu alaykum. Dastavka chaqiruvdinglarmi? Aha. Keldim. 6 minut ko'rsatadi, o'sha keldingizmi? Ha. Ya, u Yandex ko'rsataveradi, u yaqinroq joyda bo'lsa tez kelib olamiz. Allo. Beeline bu yaxshi ishlamaydi. Olib chiqib keta olmaysizmi mabodo? Olib chiqib keta olmaysizmi deysizmi? Начитать запись вызова. Voy, nima barola bosilib ketyapti. Hozir to'xtang 1 sekund. Начитать запись вызова. Voy. Запись вызова окончена. Ha, u sizdami deyman bosilgan. Ha, menda bosilib ketdi. Olib chiqib keta olmaysizmi? U ana eshikdan eshikgacha belgilamagan ekansiz. O'z olib chiqib beraman dedim. U 1,5 yashar o'g'lim uxlab qoldi. Tashlab ketishgan bo'lyapti-da, uyg'onib qolsa yig'lab qolmasin. Bo'pti, mayli, hozir chiqaman. Nechinchi etash? 34B. Nechinchi etash? 4-chi etaj, liftimizda bor. Bo'ldi, xo'p. 34B ni bosing, ochib beraman. Xo'p. Eshiting. Qarabdi. Eshiting. Chiq. Menmi bularga onalariga ukalari deyman. Isming nima? Tushgan. Olinman ismi. Xo'sh. Tepaga 4-etajga chiqib keldik. Liftlar ishlayotgan ekan. Buni bu yoqqa qo'yib turamiz. Получил. Бьё, ожидание ёзворда. Через 100 метров поверните налево. Маршрут перестроен. 26 Через yarim 100 метров поверните налево. Eng qizig'i 26,5 ming. Bu tajdani yozgan, plus minus mayli 30 ming bo'lsa, eshikdan eshikgacha 3,5 ming qimmat. 3,5 ming pul berish o'rniga ana mana somsalardan bittasini menga berdilar. Yo'lda yeb ketarsiz dedilar. Nima deyman mana endi? Yo, kerak emas, qo'ysiz-chi desam, yo, men ilindim sizga dedilar. Bunaqadan keyin qanaqa pul qo'shtirib olish mumkin? Indamasdan ketamiz dedik. Qani yoqimli ishtaha.
Jahl bilan berib qo'yishadi yana bir xilla pulli borib. Ha mayli. Nastroy tushirmaymiz. Zajigayim. O'zi hozir aeroportga keldim. Dastavkani aeroportda ichiga olib kelib berdim. Chiqib ketamiz endi. Lekin aeroportda yaxshi qilib qo'yishibdi. Hali chiqib ketishga ham ulgurmadik aeroportdan, keyingi zakaz. Метров. Круговое движение. Второй съезд. Yaxshi, yaxshi. Lekin haqiqatdan zakaz berish ketma-ket ekan. O, avariya. Километр. Aka-ukalar, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, shoshilmaymiz. Chapga o'ngga qaraymiz. Hammamizni Allohning o'zi o'z panohida asrasin. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anaqa dastavka chaqiruvdinglarmi aka? Ha. Ana ichkariga kirish kerakmidi? Ha, bu yoqqa kirsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, men tashqarida to'xtab qolman, hozir kiryapman. Bunaqa tushunning? Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Ularga yetish kerak. Xo'p. Nomer kirib qo'yganman. Xo'p. Mana shuni olib qolasiz. Xo'p. Tak. 24 ming bo'lsa, ana 20 ming, 25. Bo'lmay qolursan aka 25 ming. Xo'p, rahmat. O'shaning uchun mayda pul olib yurish kerak zdachiga. Mayli, 1,5 ming so'mga rozi bo'lishdi. Ketdik endi klient oldiga. Alo. Aka, mana bu nechinchi dom bu? 4-dommi? 4 raqami ko'rinyapti. 49 ekan shekar. O'sha 49-dommi yonidagi darvozani yetdingizmi? Musorkaga yetmasdan? Ha, nari degansiz. Qora banformatingizmi? Ha, qora banfer. Ha, borib turaymi? Ya nima qilasiz, eshitib ovora bo'lib. Mayli, o'sga o's. Xo'sh, zakaz olib tursak bo'ladi. Puli to'lan bo'lgan. Oladigan odam ham уже keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p. Keyingi zakazni kutamiz. Поверните налево. Beznalichni ekan. Tin ko'rdim. Beznalichni zakaz ekan. Lekin zakaz berishi haqiqatan juda ham tez.
hali vaqtlarini ham ko'rsataman, qancha o'raluvda vaqt berayotganini. Taxminan где-то uzoq borsa bir 5 minutga qolmayapti keyingi zakazni berish. Yaxshi. Odam charchab qolyapti. Ozgina dam olib turishga o'rganuvdi, cho'ta bunda tezroq bo'lib qolyapti. Zajigay. Da. Odam asab buzilib ketadi. Qaysi kalla bilan shunaqa qilishadi bilmayman. Hozir. Qale. Kallasi qursin. Ketidan sразу yana keyingisi. Yaxshi. Adashmasam o'sha zakazni o'zini oldim shekil. Telefon qilib qo'ya qolay. Поверните направо. Assalomu alaykum. Siz hamsiz? Ha, qo'yib o'ting. Charchamayapsizmi? Buni pastga qo'ygan qulayroqmi? Ha, toza-yu bar. Ha, bo'ldi, xabar. Nomerlarni aytaveraymi sizga? Ha, kiritilmaganmi? Yo'q, yozdim kommentariy degan joyiga. Nomer kiritish degan joyda topolmadim degan. Ayting, men yozib olaman. Aha, hop. Kiritilmagan ekan. 97lik Aha, 708 aha. 2704. Bo'ldi. Bari telefon qo'yib yuboraman, o'yladim. Hop, rahmat. Assalomu alaykum. Получил, готово, поехали. 100 метров. Развернитесь. Zakaz oldik. 21 ming so'm ko'rsatyapti. Kilometrajimiz 7,5 kilometr. 21 ming. Normal. Anaqa korzinkadan dastavka berib yuborishdi. Mana 102-maktab oldiga keldim. Oq. Xo'p, oq Matiz 419. Xo'p. Xo'sh, hurmatli aka-ukalarim, shu bilan kechagi smenamni tugatdim. Quyosh juda ham tushyapti. Kechagi smenamni tugatdim. Rolikni oxirini olishga ulgurmadim, sababi bir ikkita o'zim ishlarim chiqib qoldi.
Xullas kalom, kechagi ishlagan kunim 5 soatga to'g'ri keldi. 5 soatda 10 ta zakaz ishladim. Aniqroq 10 ta zakaz bajardim. Bu yoqdan kelinglar birato'la ko'rsata qolaman. Xo'sh, mana 209.220 ta o'rsam ishlabman. Bo'lmanmi? Xo'sh. 25,5 ming so'm beznalichniy, 184.500 so'm naqd. Aytgancha mana 10 ta zakazga 32 ming so'm bonus tashlab bergan. Komissiyasini 32.776 so'm olib qo'ygan. Xo'sh. Shu bilan mana sizlarga aytib o'tdim, 209 ming so'm ishladim. Nal beznal bonuslarni tushuntirib o'tdim. 10 ta zakaz qildim. 53 kilometr 55 kilometr yuribman. Shu bilan kechagi kunim ish tamom bo'ldi. Endi xudo xolasa, aytgancha bugun ham уже bitta zakaz qilishga ulgurdim. Xudo xolasa bugungi rolikimiz ham zo'r bo'lishi kerak degan umiddaman. Bu yog'i xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadri baland qadrdonlarim. Zajigay.